Xo'p, keyingi mahsulotimiz kollagen bo'ladi. Kollagenning 3 xil toifasi bor. Xo'p, lime bilan qulupnaylik, chornikaylik bor. Chornika zelenaga effekt zo'r beradi. Xo'p, lime bilan qulupnikini biz ko'proq hozir effekt olyapmiz bulardan. Ozish jarayoni o'ta yaxshi ketyapti bunda. Ko'proq bu ayollarimiz olib ichyapti. Sochlardan tirnoqgacha bor shikoyat hal qilib beradigan kollagenimiz bu. Omega 3 ultralari bor birinchida, soch to'kilishi yo'qotadi, qarishni oldini olib, bo'g'imlarda og'riqlar yo'qotadi. Qisqasi ayollarda qanaqa shikoyat bo'ladigan hammasini bartaraf qilib beradigan mahsulotimiz shu bo'ladi. Xo'p, buni ichib olsak bo'ladimi deganlarga programma tuzib berishim mumkin. Xo'p, agar bunga turbo choy qo'shib ichadigan bo'lsa, yog'da xolesterinni eritib beradigan narsa, ich qochishni oldini olib, davolab beradigan mahsulotimiz. Agarda ich ozsam, osilib ketyapti deydiganlarga xrom plazma berishim mumkin bu. Ozish jarayonida xolesterin ergandan keyin odamning badani osilib boradi. Ozganlar badanlar tortib bir ozdirib beruvchi, jigar bilan 12 barmoq ichi organizmda xolesterinni eritib beradigan alfa-lipochik kislota bo'ladi. Agarda shu 4 donani qo'shib ichadigan bo'lsa, ozishga mustahkam qilib ozish siz aytgan rezultatni chiqarib beradi. Tavsiya qilib qolaman. Narxlarga keladigan bo'lsak, xo'p, 635 ming so'm, 59 ming so'm, 172 ming so'm va alfa-lipochik kislotamiz 108 ming so'm. Tavsiya qilib qolamiz.